Assalomu alaykum. Efirda Jambul Jam ko'rsatuvi hamda uning boshlovchisi Jamshid Bobojonov bugun bir yaxshi suhbat, diydor va jonli ijro Jambul Jam bo'ladi. Muxlislarning qalbidan chuqur o'ringa ega bo'layotgan ijodkor, san'atkor, jonli ijroni targ'ibotchisi Azamat Ahmedov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tuzukmisiz? Yaxshimisiz? Rahmat. Taklifimizga rad javobini bermasdan, vaqtingizni ajratib kelganingizdan juda ham xursandmiz. Rahmat, sog' bo'ling. Men ham xursandman taklif qilganlaringizdan. Sog' bo'linglar. Ijodlar qanaqa? Nima yangiliklar? Ijodlar mana bu yil shaxsan meni ijodimda yaxshi o'zim uchun bir o'zimga g'oyalar qo'yganman. Shu yil bir kamida bir yil oxirigacha bir nasib bo'lsa bir 10-15 ta yangi ashula qilish harakatida yuribmiz. Hozir ham shu jarayonlar bo'lib turibdi. Sekin-sekin shuni muxlislarimizga taqdim qilib boramiz. O'zi kimlar bilan ijod qilyapsiz? Qaysi shoir, kompozitorlar, kimlar bilan ishlayapsiz? O'zi men asli o'qituvchilar oilasida tug'ilganman. Rahmatli otam ham o'qituvchilar, onam mana umrlari uzoq bo'lsin, o'zlari tasviriy san'at bo'yicha dars berganlar, hozir nafaqada, lekin shu she'r ham yozib turadilar orada. Salomat Nurulloyeva. Shu mana ikkinchi kitoblari nashrdan chiqdi. Onamning she'rlaridan foydalanib turaman va asosan men shu ustozlarni, ustoz shoirlarni she'riyatiga, ijodlariga qarab shulardan ashulalar qilishga harakat qilaman. Bulardan Erkin Vohidov, mana Bobo Rahim Mashrab, Alisher Navoiy bobomiz, mana Bobur Bobomurod va ko'plab boshqa shoirlarni men kitoblaridan asosan birovga buyurtma qilib menimcha she'r yozib berilganman. Shu kitoblardan o'zim o'qib ashula qilishni yaxshi ko'raman asosan. San'atga qiziqish qanaqa kirib kelgansiz? Qanaqa boshlangan hammasi? Endi unga ham baribir otamiz sababchi bo'lganlar. Otam shu milliy san'atimizni juda yaxshi ko'rganlar. Ertalab vaqtli turib, soat 5 larda uyg'onib turishlari bilan yonlarida magnitofonlari bo'lar edi o'zlarini. Shu yerda ashulalarni qo'yib yuborar edilar. Bizlar ham otam uyg'onib qoladi, bu yoqda eshitib, bu yoqda xursand bo'lib eshitardik. Kamoljon Otaniyozovning ashulalarini, Sherali Jo'rayev ustozlarni, Ortiq Otajonov ustozlar, Otajon Xudashkurov ustozlarning ashulalari bizning uyda shu har doim yangrab turgan. Otam shularni ashaddiy muxlisi bo'lib yig'ib borganlar. Ularni shu san'atni dildan tushunadigan insonlar kelsa qo'yib berardilar, bo'lmasam olib chetroqda olib qo'yib juda ko'z qarachig'iday asrab kelardilar. Men shular sababchi bo'ldim. Shularning ichidan men ustoz Ortiq Otajonovning ijodlariga juda qiziqqanman yoshligimdan. Ularni ashula aytish uslublari, so'zlarini dona-dona qilib tushuntirib yetkazib berishlari, tor chalishlarini men juda yaxshi ko'rib, ixlosim ortgan ustozga. Ustoz bilan qanaqa tanishgansiz? Ustoz bilan shu yerga mana O'zbekiston davlat konservatoriyasiga men o'qishga kirganman. Shu kirgan yillarimda ustozni endi ungacha ham ko'rishib borganmiz to'y hashamlarda, lekin yonlariga borib bir suhbatlashib, o'zimni ularga bo'lgan san'atim, qiziqishim borligini aytishga jur'atim yetmagan. Keyin shu o'zimda niyat bo'lgan, agar ustozning uylariga boraman, meni shogirdlikka qabul qilsalar, san'at yo'lidan davom qilaman, bo'lmasam boshqa ish bilan shug'ullanaman deb borganman. Ustozning uy manzillarini topib, surishtirib borsam, rahmatlik ayollari Gulsor opam shu uylarni tozalab yurgan ekanlar. Ke bolam dedilar, aytdim, shu Azamat ismim, o'zim Xivadanman asli. Mana bu yil o'qishga kirdim. Shu ustozni men juda san'atlariga qiziqaman.
bir imkoniyat bo'lsa ko'rishib ketmoqchi edim desam, meni yonimda telefon qildilar ustozga. Ortiq dedilar, bir Xivadan Azamat degan yigit keldi, yaxshi yigit ekan. Shu sizga shogird bo'lmoqchi ekan. Qachon kelasiz dedilar. Ustoz xalq xizmatida yurgan ekanlar. Oradan bir 2 kun keyin aytdilar, "Falon kuni men uyda bo'laman, kelaversin, gaplashamiz" dedilar. Xo'p deb xursand bo'lib men ketdim. Keyin aytilgan kun bordim yana ustozning xonadonlariga borsam, ustoz hovlisida yurgan ekanlar, hali gullarga suv sepib, daraxtlarni, shu tabiatlarni yaxshi ko'rardilar. Yonlarida bir kichkina mana bunda chapa degan kuchuk ham bor edi. Shu kelur Azamatmisan dedilar uzoqdan. Qo'limda tor bilan bordim. Ha, Azamatman ustoz, assalomu alaykum. Men shu sizni yoshligimdan ijodingizga qiziqaman. Bir imkoniyat bo'lsa, meni ham eshitib ko'rsangiz, agar menda bir ozgina qobiliyat bo'lsa, davom qildiraman, bo'lmasam boshqa ishni ko'raman ustoz desam, ha, juda yaxshiki, o'tir dedilar. Bir piyola mana choy berib, mana o'qishga kiribsan, qani birorta ashula aytib ber, unda eshitaylik dedilar. Zo'rg'a qo'l oyog'im titrab, shu torni olib, o'zimcha bir ustozni ashulasini aytib berdim. Ustoz mana bunday ko'zlarini yumib o'tirdilarda, o'yladim hozir bir yoqmadi shekilli, bir boshqa narsa, boshqa gap aytsalar kerak deb o'tirsam, sen ancha tuzuk ekansan-ku Azamat. Torni ham yaxshi chalib turibsan, ashulamni ham yaxshi aytib turibsan. Ana endi kamchiligini mana o'qishga kiribsan, u yerda ustozlaring to'g'rilaydi. Qolganini biza yonimizda yurib mana o'rganasan, bilmaganingni bilasan deb ustoz uyga kirib ketdilar, bir kulimsirab gapirib, qo'llarida gitara ko'tarib chiqdilar. Uni bir paytlari mana ustoz san'atkor Azimulloh Xonov ham chalgan ekanlar, shu gitara bu mana Azimjon chalgan dedilar. Yonida bitta kolonka bilan olib chiqib, qani bitta narsa chalib berchi dedilar. O'zlarini Turnalar degan ashulasini kuyini chalib berdim. Ustoz, ha, yaxshi, ertaga bo'shmisan dedilar hazillashib. Aytdim, ustoz, har kuni bo'shman dedim. Shu bilan bo'lmasam falon joyga ertaga soat falonda chiqib turasan, xalq xizmatiga birga olib boraman dedilar. Shu bilan bir 15 yil ustoz qayerga borsalar, bir mashina, bir samolyot bo'lsin, shu yonlarida yurib, suhbatlarini quloqim bilan eshitib, qayerga borsalar shu meni birga olib borib, shu 15 yil mobaynida ota-boladay birga yurib, ustozning ta'limini oldim. Bundan juda baxtiyorman. Mana 15 yil sizga shunaqa baxt Alloh bergan ekanki, shunaqa inson bilan, tarixda qoladigan inson bilan ham nafas bo'lib, bitta nafasdan havo olib va bu insonning o'gitlari, nimalari boshqacha edi? Nima o'gitlari esida qolib ketgan? Xo'p, juda yaxshi savol berdingiz. Ustoz, mana 15 yil mobaynida men birinchi marotaba xonadonlariga qanday bir hayajon bilan, qanaqa bir hurmat bilan borgan bo'lsam, 15 yildan keyin o'sha hayajonim, o'sha hurmatim ortdi. Biror marta ustozga nisbatan kamaymadi. Nimaga desangiz, ustoz birinchidan juda oliyjanob, to'g'ri so'z, qo'lidan kelsa bir birovga yordamini ayamaydigan, ustoz shunaqa bir yosh boladay bir beg'ubor, ko'ngli toza inson edi. Bir yaxshi kuladigan, bir chiroyli bir hazil bo'lsa ham, dar ko'ngillari bo'sh, ochiq odam edi, kulib, maza qilib, qo'lidan kelsa insonlarga yaxshilik qilib, mana bizani ham shogirdlarni juda qo'llab-quvvatlab yurardilar. Qayerga mana shunaqa bir studiyalarga borsak, o'sha yerda oxirida falonchi bizni bu yaxshi shogird bor, shuni ham bir imkoniyat bo'lsa ko'rsatuvlarga chaqirib tur. Bir o'zini ashulalari bor, men ashulalarimdan aytadi mana. Yana oxirigacha qolib kutib qolmasin, buni ham yozib olaradi deb, hali yangi yil bazmlariga borsak ham shu yerni rahbariyatga, televideniyaga aytib, iltimos qilib, shogirdni yozib olinglar deb. Endi juda ko'p menga yaxshiliklari, ustozning o'gitlari, har bitta o'gitlari. Masalan, men O'zbekistonda bo'lsam, ustoz Kislovodskiyda dam olishga ketardilar har yili. Erkin Vohidovni shu bir xotirasiga bag'ishlangan kecha bo'ladigan bo'ldi. Endi men shu yerda Erkin Vohidovni ijodlaridan ashula aytishim kerak ekan. Shunda men ustozning Oy fonusi degan ashulasi bor edi. Uni Erkin Vohidov yozganlar. Shuni men ustozga telefon qildim endi. Bu yoqdan turib, "Ha, Azamat, hozir men senga chiqaman" dedilarda. Oradan bir 2 minut o'tar o'tmas telefon qildilar.
shu yerda ham meni o'ylab turibdilar. Azamat menga telefon qilib, telefonni puli tugab qolmasin. Men telefon qilay, hozir men senga qaytib chiqaman dedilarda. Bir yarim soatcha telefon qilib, menga shuni so'zma-so'z o'zim yozib oldim uni nimalardan, zapislaridan, shularning so'zini. Lekin shuni bir qator o'qib berib, qani o'qib ber, yozib ol deb yozdirib, yana oxirida nima deydilar deng? Men shuni oxirida kelayotgan mana shu ikkita so'zini almashtirib aytdim, Azamat, aytganman. U payt to'g'ridan to'g'ri yozilgan-ku endi radioda. Shuni sen mana bu so'z bu yoqda kelsin, bu so'z mana bu yerda kelish kerak edi aslida. Men shuni to'g'rilay olmadim. Zapislar shunday qolib ketibdi. Kitobda lekin mana bunaqa edi. Shuni sen mana shu joyini to'g'rilab aytgin deb aytib, yana keyin aytdim, ustozning chiroyli sadafli torlari bor edi. O'zlari to'y hashamlariga olib boradigan. Ustoz, shu toringizni ham berib turasizmi? Shu bilan men sahnaga chiqib ashula aytsam dedilar. Ha, bemalol borib olib ketaver, men Gulsara opangga aytib qo'yaman. Xonamda turibdi, olib ketaver deb. Endi juda ko'p aytaman-ku, ustozning yaxshiligini, bizga ko'rsatgan mehr oqibatini men so'z bilan ta'riflab berishga ojizman. Shu otamni qanday yaxshi ko'rsam, onamni qanday yaxshi ko'rsam, ustozim men uchun shunaqa. Yo'qotish qanaqa ko'tardingiz, yo'qotish? Yo'qotish shu men endi nima desam bo'ladi? Men bir 3 yil, 3,5 yilgacha ashula aytish u yoqda tursin, gapirib bilmaydigan darajada bo'lib yurdim. Uni o'zim his qildim. Balkim yon atrofimizdagi insonlar ham sezgan bo'lishi kerak buni. Hayotimda 2 marotaba shunaqa bo'ldim. Birisi ustozim o'tganlarida shunday bo'ldim. Mana keyin birozdan keyin otam o'tdilar. Shu juda katta yo'qotish bo'ldi men uchun shular. Kutilmaganda bo'ldi-da bu. Kutilmaganda. Men ustoz bilan ham hali o'tishlaridan bir 2 kun oldin ham gaplashib, ko'rishib, nima qilganmiz, har kim men hali ustoz to'g'risida unaqa narsa o'ylamas edim-da, hali ustoz yashaydilar, umrlari uzoq bo'lsin, baxtimizga degan bir niyatlarimiz bor edi. Ustozni mehriga hali to'ya olmadik, ochig'ini aytsam. Har kuni eslaymiz, har kuni shu uyimizda ustozni ashulasi yangraydi, bir 10-15 marta yoki qayerga borsak ustoz bilan suhbatimiz bog'lanadi. Usiz hech iloji yo'q. Mana shu avvalambor mana Alloh taolo bo'lsa, ota-onam bergan tarbiyasi, qolaversa ustozimning shu o'gitlari, ustozim meni qayerga, viloyatimiz qayerga borsa, shu yerdagi o'rtog'i bilan, do'sti bilan meni tanishtirib, bu shogird Azamat, buni ham yo'qlab turasizlar, chaqirasizlar, yaxshi yigit bu juda deb ustoz tanishtirib o'tardilar. Shularni ham hisobga olganlar. Oraga qo'shib ketardilar, oraga qo'shib. Hozir ham onam aytadilar, bir viloyatimiz boshqa joylarga borib qolsak, Azamat bu yerlarni qayerdan bilasan deydilar. Aytaman, ona shu ustozimiz bilan shu yerlarga ham kelgan ekanmiz, men yo'llarni eslab qolibman deb aytib o'tiraman. O'zi aytishadiki, ustoz shogird tanlamaydi, shogird ustoz tanlaydi deb. Siz juda ham bir buyuk o'zbek san'atini ustunlaridan biri, o'zbek san'atining durdonalaridan biri Ortiq Otajonovning shogirdlari bo'lgan ekansiz. 15 yil birga yurgan ekansiz. Bu chinakamiga baxt. Shukr qilamiz. Rahmat. Tor haqida bu ham sovg'a bo'lgan. Bu torni bizani xonadonimizda bir yaxshi kunda ustozim Azamat kel bu yoqqa deb. Azamat kel bu yoqqa. Sana baxt omad getirsin şu tor. Sen ham bizga ustab shogirdlaringga shunday torlar sovg'a qilish nasib qilsin. Sog' bo'l, omon bo'l. G'ildiroz olqishlar ustozimizga chalib qo'yasizlar. Juda buni men qadrlab, mana shunaqa ko'rsatuvlarga olib boraman, buni boshqa joylarga olib bormayman. Bu ustozdan yodgorlik. Yodgorlik ustozdan. Endi shuncha suhbatlashdik, endi ustozni qo'shiqlaridanmi bir jonli ijro eshitaylik. Mayli, mayli. Xo'p bo'ladi. Qo'limizdan kelgancha, o'zimizcha aytib beramiz. Umr o'tar, vaqt o'tar degan ashulalardan bir parcha. Umr o'tar, vaqt o'tar, xonlar o'tar, taxt o'tar. Umr o'tar, vaqt o'tar,
xonlar o'tar, taxt o'tar, omad o'tar, baxt o'tar, lekin hech qachon chiqmas yodimdan sani yurishlaring, sani kulishlaring, sani yurishlaring. Lekin hech qachon chiqmas yodimdan sani yurishlaring, sani kulishlaring, sani yurishlaring. Tilagim siz ham ustozga o'xshagan ustoz bo'ling va Ilohim. o'zingizga o'xshagan shogird sizga Ilohim. uchrasin. Rahmat. O'z shogirdlaringiz bormi? Shogirdlarimiz bor. Ular bilan ham mana har doim qo'limizdan kelgancha aytganingizdek shu ustozdan eshitgan o'rgatlarimizni, shu tartibni, intizomni, masalan menga ustozim soat 10 da desalar, falon joyda 10 ga chiqib tur Azamat desalar, men 9 da juda bo'lmaganda 9:30 da borib turardim. Menda ham boshqa ish bo'lgan, menda ham boshqa bir yumushlarim bo'lgan, lekin hammasini shu ustoz aytgan paytda, chunki ota-onam shunaqa tarbiya bergan menga. Ustozing senga biror gap aytdilarmi? Bajar shuni, aytganlaridan vaqtida oldinroq bajargin. Ham ustozing to'ydan keyin senga pul bersa, olmagin deganlar menga. Qism olmasmi deysiz? Endi buni tarixi bor. Boshida olmasdim, o'zim xijolat bo'lardim. Men agar ustozdan pul olsam, bu men uchun juda uyatday bo'lardi. Lekin zaruratim bo'lgan. Shu yerda talabalik institutda o'qib yuribman, talabaman. Baribir kerak bo'ladi. Lekin ustozdan olishga tortinardim. Keyin ustoz uni ham yo'lini topdilar, berishni qanday berishni yo'lini topdilarda menga Azamat men buni olib qo'y dedilar. Oldida mashinada o'tirib orqaga uzatdilar. Aytdim, ustoz, rahmat. Men shu yoningizda yurib eshitib, shu o'gitlaringizni olib yuribman, shuni o'zi yetarli menga. Ota-onam pul olmagin degandi. Desam, olaverali ko'payib ketganda menga qaytarib berasan dedilarda, hazillashib, ha, oldilar. Olib qo'y, yaxshi bo'ladi, ustozlik tabarruk, asrab qo'ygin deb ustozini shunaqa keyin nima qiladigan bo'ldilar. Keyin qism oladigan bo'ldingiz. Ha, shuma o'zi olmaslikni ma'qul ko'rardim. Chunki u ustozni bergan o'gitini men pulga sotib olib bilmasdim hech qayerdan. Ustoz menga shu yoki birorta shulasini qizg'onib, mana hozir eshitib nima bo'lib qolamiz, ustoz unday emas. Azamat, men shularni ham aytib qo'ysang senga tushar ekan, ha, deb menga mashina orqasida o'tirib gaplashib, yo'l-yo'lakay ham bizada ijod to'g'risida suhbatlashib, mana o'g'illari Zokir akam yonimizda bo'lardilar. Ustozdan nima deymiz, endi bir otadan qanchalik bir o'git, mehr ko'rgan bo'lsak, shu ustozimizdan ham shunday bir mehr ko'rdik, o'gitlarini oldik. Ustozimizning joylari jannatda bo'lsin. Oxiratlari obod bo'lsin. Mana sizdagi shogirdlarga shunchalik tarbiya berib, inson o'tib ketishi mumkin, uni ijodi, nomi, san'ati abadiy bo'ladi. Ilohim ustozlarimizning shu qo'shiqlarini o'chmas, o'lmas merosi shu xalqqa yana eslatib, xalq ko'nglidan joy olib yurish nasib qilsin. Hozir shunaqa bir muammolar bor-ku. Qo'shiqqa aytma, mualliflik huquqi bor. Mana o'g'illari Ulug'bek akam, mana Zokir akamlar bor. Hech qo'shiq qizg'anishmadimi ustoz o'tgandan keyin? Yo'q, unday holatlar bo'lmadi. Chunki mana o'zlari ham hali Zokir akam aytdim, bu ko'p marotaba eshitganlar. Ustoz, men so'rashga shu paytgacha hali biri minus so'raydi, shularning minusini bering deydi. Men ustozimdan ishonasizmi, necha yil mana yonlarida yurgan bo'lsam, biror marta ustoz, mana shu ashulangizni minusini, muzikasini bering menga. Men ham aytib qo'yay demaganman. Ustozni o'zlari studiyaga borsak, hali Ulug'bek akamning studiyalariga borib yozardilar yoki boshqa joylarda yozsalar ham, "Sen ham olib qo'y buni, kerak bo'ladi, hali aytasan" deb o'zlari "Bu ham yozib olsin, bunga ham yozib beringlar" deb turardilar. Keyin shu o'zim ham bir ikkita ashulalarni aranjirovka deydi, hozir musiqiy sayqallashtirib shu o'zim aytaman deb qildim, lekin ishonasizmi, o'zim birinchi aytishga bir nima bo'lmadi shuni. Men oldin dedim, ustoz,
mana shu ashulangizni mana ishlagandik o'zingizni duoyingiz bilan, ruxsatingiz bilan. Lekin shuni keling o'zingiz yangi talqinda ham o'zingiz kuylab bering. Men keyin aytaman deganman. Mana masalan yoqadi degan ashulalarini qaytadan men musiqiy sayqalchaga ishlatganman. Bu oqshom degan va yana bir nechta ashulalarni xoinonma degan ashulalari. Shularni hammasini oldin o'zini ustozini olib borib, ustoz yangi talqinda mana yangi yil bazmlarida o'zingiz aytib chiqing. Keyin biza yana izingizdan aytaveramiz deb shu men ustozdan oldinga o'tib ketishni juda nima bilar edim o'zim uchun. Qaniydi hamma shogirdlar shunaqa bo'lsa, hozirgi shogirdlar ustozidek bo'lgisi keladi. Ustozim shu ish qildi, men ham qilsam, men shunaqa bo'lar ekanman deb o'ylaydi. Hammaga san'at ahlidadir, u shifokordir, udratgordir. Sizga shogirdlar nasib qilsin. Nimani kechirib bo'lmaydi hayotda? Yolg'on so'zni, birovni nohaqdan dilini og'ritishni menimcha shuni kechirib bo'lmasa kerak. Shuni kechirib bo'lmaydi. Mana Azamat baribir biza el xizmatida yuramiz, har doim tabassumdamiz, har doim chiroyli kiyingan, o'zimizga qaragan bo'lishimiz kerak. Lekin hayot shunaqa vaziyatlar bo'ladiki, charchaymiz, xafa bo'lamiz, dilimiz og'riydi. Shunaqa vaziyatlarda siz nima qilasiz? Menda bo'sh vaqtim bo'lsa, sport bilan shug'ullanishni yaxshi ko'raman. Qaysi turi bilan? Yugurish bo'lsin, stol tennisi bo'lsin, so'zish bo'lsin, yaxshi ko'raman. Kitob o'qishni yaxshi ko'raman. Va yana baribir o'zimni soham bir yangilik, ustozlarning ijodidan bo'lsin yoki o'zim o'tirib bir yangi ashula ishlab dam olaman men. Oilam davrasida. Oila haqida gapirib bersangiz. Turmush o'rtog'ingiz, san'atga aloqalari yo'q? Yo'q. Bizani turmush o'rtog'imiz uyda, uy bekasi, bolalarning tarbiyasi bilan. Nechta farzandingiz bor? 4 ta farzandim bor. Onam asosan shularni yonlarida bo'lib, onamning duosini olib, bolalarim bilan ozgina o'ynab, nima qilsam, men shulardan kuch olaman. Bolalar farzandlaringizni ichida shu san'atga ixlosi bormi? 4 ta ekan. Ichidan buni shundan chiqsa kerak deganingiz bormi? Endi bor, lekin bilasizmi, har bitta ota-ona o'zini kasbini, qiyinchiligini bilar ekan. Masalan, men ham, siz ham bilasiz, boya aytganingizdek, o'zingiz kasbingizni bilasiz. Men yaxshi ko'rardim farzandlarimiz shu tibbiyot sohasida faoliyat yuritishsa, kimlargadir shifo ulashsa deyman. Mana ota-onamning kasbini qilib, o'qituvchi bo'lsalar deyman. Ta'lim, tarbiya bersa yoshlarga degan bir orzularim bor. Agar san'at bo'lsa, nasib qilgan bo'lsa, biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi san'atdan ketar ekan? Men agar davom qildiraman desa, hech qanday qarshiligimiz yo'q. Albatta o'zlarini tanlovi qaysi biriga qiziqsa, baribir qo'llab-quvvatlaymiz demoqchiman. Qo'llab-quvvatlaysiz. Yaqinda Xorazmga bordim. Men Xorazm xalqini, Xorazm san'atini, Xorazm taomnomasini juda ham yaxshi ko'raman. Meni eng kayfiyatim ko'taradigan eng yaqinlarim, haftada hech bo'lmasa bir kun bo'lsa-da ko'rishib olaylik deb yig'ilishib o'tiradigan do'stlarim Xorazmdan. Hazarat, Qo'shko'prik, Xiva, Urganch hamma anaqa qilaman, ko'rishamiz va Xorazmga borganda ham men Ichankalada bo'ldim. Xivani aylandim, Urganchda bo'ldim, Hazarasibga borib keldim. Juda ham go'zal san'ati va odamlarga ko'z tegmasin. Sog' bo'ling. Taomnomasini aytmaysizmi? Bu ijjallar, bu baraklar, bu shu toshilar, gummalar, kelgan sho'rkop, baliq. Bunga til ojiz, o'zim shu ovqat tayyorlaganligim uchun savol. Siz o'zingiz qaysi Xorazm taomini yaxshi ko'rasiz, tayyorlashni bilasizmi? Yaxshi ko'radiganim boya aytganingizdek sho'r kabob, baliq. Hali Xorazmga ustoz so'rardi, birov, "Ortiq aka, men Xorazmga borib keldim" desa, "Yaxshi borib keldingizmi? Baliq yedingizmi?" derdilar. Ortiq aka, "Yo'q, baliq yemabman, qarang" desa, "Unda borganingiz hisob bo'lmabdi. Keyingi safar borsangiz, albatta baliq ham yeb keling" derdilar. Aytganlaridek, bizani suvimiz sho'rroq ozgina. O'sha baliq o'sha sho'r suvda o'zi tuzlanib, yana ham shirali, mazali bo'ladi deb eshitamiz. Shuning uchun baliq yaxshi ko'raman men. Gumma, itjonlar endi bizda. O'zi Xorazm, men Xorazmga borganimda Xorazmdan sizga sovg'a borib, qarasam 5 kilo mol go'shti berishibdi.
uni mazasiga u go'sht mana shu do'stlarim Toshkentdan go'sht olib yeyishmaydi. Shunday. Xorazmdan olib keltirishadi, chunki Orol dengizi taraf bo'lganligi uchun, tuz ekinlarda, o'tlarda bo'lganligi uchun haligi qo'y mol yegandan keyin go'shti mazali bo'lar ekan. Tabiiy nimada u vitaminli nimalarni yeb yuradi. Ha, tuzlangan. Shu uchun albatta Xorazmga boramiz. Bejizga bugun mana Azamatni ham chaqirmadik. Xorazm navolari va Xorazm san'atida suhbat uyushtirish uchun Xorazm eliga alangali, sog'inchli salom. Hozir yoz, kuzda albatta yana bir bor boraman. Bahorda bordim, endi kuzda ham boraman. Sog' bo'ling. Endi o'zingizni ijodingizdan eshitsak, bitta qo'shiq aytib bersangiz, she'r muallifi, kuy muallifi kimligidan? Omon omon degan ashulam bor. Uni ko'pchilik joyga borsam, bu ashularni siz aytuvmidingiz deydigan bir 3-4 ta odam topilib qoladi. Bir xil odamlar bilar ekan. So'zi Haydar Yahyoyev so'zi, musiqasi o'zimiz, hali do'stimiz bor Xorazmda, Beksot degan shu do'stlarimiz bilan birgalikda, Frunze degan do'stlarimiz, Nazar degan shular bilan birgalikda bir ashula qiluvdik. Bu yerda mana Furqat Bobojonov bor. Shu do'stlarimiz bilan ishlaganmiz, shu ashulani aytib beray bo'lmasa ozgina. Ko'ngil navolarin soz etmaydi tor sensiz. Sog'inganimda qo'lda yig'lardi tor sensiz. Ko'ngil navolarin soz etmaydi tor sensiz. Sog'inganimda qo'lda yig'lardi tor sensiz. Mani yorim omon omon, qoshlari kamon kamon, bir umrlik yorim bo'lgin, mani vafodorim bo'lgin. Mani yorim omon omon, qoshlari kamon kamon, bir umrlik yorim bo'lgin, mani vafodorim bo'lgin. Gap bo'lishi mumkin emas. Ovozingizga, san'atingizga ko'z tegmasin. Rahmat. Azamat, baribirga ham biz ijodkorlarimiz bir fantaziya qilamiz. Sizga imkoniyat berildi. Samolarga qo'ng'iroq qilish. Hayotdan o'tib ketgan insonlardan bitta insonga qo'ng'iroq qilish. Kimga qo'ng'iroq qilardingiz va nima degan bo'lardingiz? Ikkita odamga mumkinmi? Mayli, sizga mumkin. O'zimni otamga va ustozim Ortiq Otajonovga. Nima degan bo'lardingiz? Aytish qiyin, bu gaplarni aytish qiyin. Bu Azamat Ahmedov edi. Siz ko'rsatuvga yo'ldamasdan kelganingiz uchun kattakon rahmat, shirin suhbat uchun rahmat. Ijodda omadlar va zafarlar tilab qolamiz. Jam ko'rsatuvi tomoshabinlarga tilaklaringiz. Jam ko'rsatuvida men birinchi marotaba ishtirok etyapman. Jamshid aka, rahmat sizlarni sizga va barcha mana shu jonkuyar xodimlarga men o'z minnatdorchiligimni bildiraman taklif uchun. Juda bir ajoyib bir samimiy, yaxshi ko'rsatuv ekan. O'zi boya sizga qadr ortida ham aytdim, oilaviy sizni muxlisingiz deb. Onam ayniqsa haligi rangsiz gullar boshlanganda shu kelib o'tirib, siz xursand bo'lgan kuni xursand bo'lishardi, uydagilar ham nima bo'lib hali rolda ayolingizga bir nimalar bo'ladi, u payti siqilib, bor davliniya dorimni olib kelgin deb shu siz bilan birga shu hayotda yashadilar. Yaxshi ko'radilar sizni. Umrlari uzoq bo'lsin. Ismlari? Salomat Nurullayeva. Salomat onajonimiz, sizga alangali salom. Bitta fikr bor, rassomni qanaqaligini chizgan rasmlaridan, suratlaridan, shoirni yozgan she'rlaridan, kompozitorni bastalagan kuylaridan insonni qanaqaligini farzandidan bilsa bo'ladi deyishadi. Shunaqa ajoyib inson dunyoga keltirib, shunchalik tarbiya qilib, xalq xizmatlarida mana yuribdilar. Sizga kattakon rahmat. Hamisha sog' bo'ling, salomat bo'ling. Men televideniya orqali va'da beraman, tavallud topgan kuningizga Azamatjon taklif qilsalar, albatta borib shaxsan o'zimiz tabrik qilaman. Umringiz uzoq, taningiz sog' bo'lsin. Sog' bo'ling. Sizga kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Yangi ijodlar, qo'shiqlar kutib qolamiz va ijtimoiy tarmoqqa urg'u berishingizni, ijtimoiy tarmoqda jonli efirlarda qo'shiqlar kuylashingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Rahmat.
Bu Jamil-Jam ko'rsatuvi edi. Ko'rsatuvimiz hamkori Do'xtash mebellar saloniga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Jamil-Jamda ko'rishamiz. Sog' va salomat bo'linglar.